Bishkek shahri Otabayt qabristoniga qarab Orada ketyapmiz. yalla keletken. Juda go'zal joylar. O kişi de karıdı ya. Hadi 75. Ustoz Begijon Ahmedov bilan ketyapmiz. Şükürsüler. Rahmat ustoz. Hasanbek Ahmatov, Kamolin akam, Saidakmon akam. Bekleyen bakacak. 4 açık hesabı bu. Biz hozir Bishkekda Otabayt qabristoniga qarab ketyapmiz. Shu yerda 37-yili Chingiz To'raqulov otasi To'raqul Aytmatov ayni shu ko'chadan olib ketilgan ekan. Otilgan holatda. Aravada olib ketilgan-a ustoz, aravada. Yok. Gruzovoyda olib ketilgan. Gruzovoyda olib ketilgan. 137'de öyle benim. 137 qirg'iz o'g'loni shu yerdan olib ketilgan ekan. O'sha baland cho'qqilar ostida Otabayt qabristoniga dafn qilishgan ekan. Milli Asrga tatuvlik kunde ona bayit. Otabayt. Ondan beyit demedi. Otabayt qabristoniga keldik mana. Özbekçe anda yok değil Chingiz mi? To'raqulov dafn qilingan joy. Kur'an kadar koyuyor. Volna volna. Azamat. Sonra Ha bize de Kur'an'da oku git. Chingiz To'raqulov Kur'an'da oku. Да, я, пожалуйста. O gözde bomba. Ой. Azman uçuş geliyor. Hazır. Başta uçurmasa. Hemşire. Açılmayın. Otabayt qabristoniga yetib keldik. Chingiz Aytmatov dafn qilingan joy. Ichkariga kiramiz hozir. Atam kniги там лечили. Rahmat. Nima Bolojmash yo'qmi? Директор Абдрахманов keldik. Сегодня выходной уже. Не стали ему звонить, чтобы ты Rahmat, Azamat, Rahmat. Volna volna. Şimdi bal kırganda. Biz Kırgız Respublikası'nın tuzgan eng büyük zotlarda. Albatta. Vatanparvar, eng parvar. Şeyda 138 ta nima chiqqan. Marhumlardan emas. Bir oldin g'ish zavod bo'lgan, 19-asrlarda qurilgan. Hozir ana ona oqib joy o'sha. Endi ashuna boshlaymiz. Tarix tadbirimiz. Bishkekka davlat rahbarlari, katta mehmonlar ham o'sha yerga keladi. Yozuvchilar sanasa. Yaqinda Mongoliya prezidenti kelib ketdi. Bu yoqqa Sadir Nurlijoyevich bilan birga kelishib Qur'on o'qib ketishdi. Beri 1916-yildagi Urkun bo'lgan. Birinchi jahon urushida olib ketib Mardkorlikka qarshi. Kirilib ketganda O'rta Osiyo yaqinlarida. O'shanda juda katta qo'zg'olon bo'lgan.